Yana Imom Buxoriydan so'rashgan. Siz bir xotirani kuchaytiradigan bir doriysizmi, balazirga o'xshagan? Shu g'ayrioddiy xotira bor sizda. Deyishganda Imom Buxoriy men xotira uchun, hifz uchun ikkita narsadan boshqa foydali narsani bilmayman. Ilmga to'ymas ochlik. Naham, an-nahamu fil ilm. Naham degani ichib qonmaydigan, yeb to'ymaydigan ochlikni aytadi. An-nahamu fil ilm va kasratul murojaati fil kitob. Ko'p kitobga qarash, ko'p o'qish ya'ni. Ilmga tashnalik va ko'p kitob o'qish deganlar. Buxoriyni Buxoriy qilgan narsa shu. U kishi o'zlari aytgan baho shu. Albatta yonida taqvosi amali bilan birga. Imom Buxoriy aytmaganlarki, ayni biz qonimizda bor, dadam muhaddis bo'lganlar. Demagan. Yo'inki ha falon narsa yeymanda demaganlar. Balki ilmga to'ymas ochlik. Mana shu sifatlar ham ayni kitobxonlik va ayni ilmga shunday muhabbat Hazratda biz ko'rganmiz, yashaganmiz. O'sha yuzlab kitob, balki minglab o'qigan bo'lsalar kerak. Kitoblarni o'qib, ta'liflarini qilib, o'sha oxirgi kamollari zuhur bo'lgan paytda ham bir yangi ma'lumotni yo bir yangi fikrni eshitib qolsalar, quvnab ketardilar. Xursand bo'lib ketardilar. Endi shuncha narsani bildik, bu ham bor ekanda degan ma'noda emas, balki xuddiki yosh tolibdaqa xursand bo'lib ketardilar. Imom Jazariyning tarixida shunday keladi. Imom Jazariy 80 ga kirganda 8-10 yosh talabaga o'xshardi deydi. Xuddi birinchi ta'lim olayotgan odamga o'xshaydi. Bo'lmasam dunyoni sanada o'sha kishidan o'tadi. Lekin xuddi birinchi ilm olayotgan odamdaqa bir yangi narsa bilsa quvnab ketardi, xursand bo'lib ketardi bir narsa yechirsa. Hazrat ana shunday sifatga ega edilar. Mana bu ilmni muhabbat. Men Imom Buxoriyni bir joyda shuni aytib bersam, asosiy savol kelyapti menga. Nechta odam so'radi? Yozib ham so'radi, to'g'rimi ham so'radi. O'sha bir zehnni kuchaytiradigan dorini aytgan ekansiz, qaydan topsak bo'ladi? Imom Buxoriy buni foydasi yo'q deyapti. U dangasalik shu darajadaki, Imom Buxoriy "Men balazir yeyman" degani yo'q. Men gapni orasida aytganmanki, biz Shayx Valid ustozimiz balazirni yeganman degan. Miyani shunaqa tezlatib oladiki, o'ta tez qiladi deganlar-da. Lekin balazirni ko'p yeganlar jinni bo'lgan. Alloma Balaziri muarrix ko'p yeb qo'yganidan oxiri aqldan ozib qo'yganlar. Ko'p yegani uchun Balaziri deb nomlangan o'zi. Abu Rayhon Beruniyga o'xshab. Beruniy rayhonni doim ko'tarib yurgani uchun, yaxshi ko'rib hidlab yurgani uchun Abu Rayhon bo'lib qo'ygan. Rayhon degan qiz bo'lgan emas. Balki rayhonni yoshligidan ko'tarib yurgan. Shuning uchun Abu Rayhon deyilgan. Xayriyat. Abu Rayhon deb kunyalari rayhonni ko'tarib yurganidan bo'lgan. Alloma Balaziriyni ham muarrix, katta muarrix. Ta'liflar, kitoblari bor. Ko'p. O'sha kishini ham Balaziri deb laqablanishiga sabab balazirni ko'p yegan, lekin shu ko'p yeyishlari oxiri aqldan ozishga olib kelgan. Uyga qamab boqqan bolalar. O'sha balazirni shunaqa ta'sirini aytganman. Men o'zi Buxoriydan so'rashgan paytda bir narsa yeysizmi deb so'rashgan. Balazirga o'xshagan narsa. Imom Buxoriy yo'q, unaqa narsa yemayman. Menga foydali narsa, men bilgan narsa, shuncha ulamoni ko'rib, minglab ustozlardan hadis olib, shuncha ilm o'qib, men bilgan narsa ilmga tashnalik va ko'p o'qishdan boshqa xotiraga, hifzga foydali narsani bilmayman degan. Deb aytsam, savol bo'lish kerakki, ilmga tashnalik qaysi darajada bo'lish kerak? Buxoriyniki qancha bo'lgan ekan? Tashnalikning alomati nima? Yo'inki ko'p murojaat, ko'p o'qish debdi, bir kunda necha soat o'qish kerak degan savol bo'lish kerak eshitganlardan. Yo'q, balazir qayerdan topsa bo'ladi deydi. Balazir degan narsani qayerdan topsa bo'ladi? Shuni olib ichsa bo'ladimi? Iloji bo'lsa shu bitta zamzam ichsa-yu, ilmlardan bo'lsa-yu, o'qimasa-yu, olim bo'lib qolsa.
ilm shu zamzam ichayotganda ham bir kun bir birodarimiz bor edi. Hech ilmga toqati yo'q. O'zi qori. Hech ilmga toqati yo'q. Bir kun duo qilyapti, zamzam ichayotib, ilm ladun bergin deb duo qildi. Men aytdimki, baribir o'qimayman deyapsiz-da dedim. O'sha qarang dangasalikni ko'ryapsizmi? Ko'p o'qish kerak debdi Buxoriy. Necha soat bo'lish kerak degan savol bir marta ham kelgani yo'q. Buxoriy qanaqa o'qigan ekan ko'p o'qish deganda nimani aytgan ekan? Masalan, zokirlar ko'p zikr deganda qaysi zikrni aytsa, ko'pning kami 1000 deyishgan bir kunda. Tahlilni ko'payting deb qo'ysa agar murshidingiz sizga, kamida 1000 ta aytishingiz kerak. Murshidingiz sizga salovatni ko'proq ayting desa, kamida bir kunda 1000 ta aytish kerak deyishgan. Bu zokirlarning o'zining me'yori. Chunki hadislarda, asarlarda kelgan zikr adatlarining eng ko'pi 1000. Mana 100 ta subhanalloh bihamdihi kelgan, 33 ta subhanalloh kelgan, 33 ta alhamdulillah kelgan, 100 ta la havla va la quvvata illa billah kelgan. Yana bak bu zikrlarning adatlari kelgan. Eng ko'p adat asarlarda kelgani 1000. Hadis-i shariflarda zikr qilingan zikr adatlarining eng ko'pi 1000. Shunga ulamolar vazkurulloha kaseeran, Allohni ko'p zikr qilingdagi ko'pning kami 1000 deyishgan. Masalan, istig'forni 100 ta yoki 70 ta degan rivoyatlar bor. Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh bir o'tirishda 200 marta Robbighfirli dedilar deganlari bor. Mana shu nima me'yorlardan olib 1000 ni ko'pning eng kami deyishgan, zokirlarning me'yori. Xo'p, Imom Buxoriyning ko'p mutolaa degandagi ko'pi qancha degan savol qo'yilish kerak. Necha bet yoki necha soat degan savol qo'yilish kerak. Yo'q, u savol yo'q. O'chlik, ilmga o'chlik, tashnalik qanaqa bo'ladi? Alomati qanaqa bo'ladi? U savol yo'q. Yoki menda tashnalik yo'q, dangasaman, tashnalikni qanday hosil qilsam bo'ladi? Savollar yo'q bittasi ham. Balazilni qayerdan topsa bo'ladi? Bu dangasalik, qarang o'sha suhbatni o'zini noto'g'ri tushunish. Ilmni noto'g'ri tatbiq qilish. Bunaqada Buxoriy chiqmaydi bizdan tafsirlar. Ana Hazratda ana shu tashnalik bo'lgan va ana shu ko'p o'qish bo'lgan kitobxonlik.